Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 23-may navbatdagi arabamiz Pritsepimiz Toshkent viloyatiga Bekobod tumaniga bo'ldi. Bu arabamiz 9-arava, bitta mahallaga 9-aravani topshiryapmiz xudo xolasa. Akamiz bundan faqat hozir zakaz qilgan edi, mana tayyor bo'ldi, olib ketyaptilar. Akamiz sizga haqida bir tafsilotlarni aytsangiz. Pritsep zo'r ekan, ko'ngildagidek bo'ldi. Mana bir haftada bitta Pritsep kebob ketyapmiz. Sizlarga rahmat. Sog' bo'lasiz, yaxshi ko'rasiz. Bu pritsepimizga kelsak, bu 1.30 ga 2.30 pritsep bo'ldi. Tentlari bilan mana taxlab, chiroyli qilib yasab berdik akalarga. Spark balon, 1 tonna 200 ko'taradigan resulla, kalon resulla. Parkopini o'rnatib, tok montaji hammasi ichida qilib taxlab berdik. Bu pritsepimizni 10 millionga berdik. 10 million so'mga har safar so'raydilar, pulini aytmaysiz deb. Mana pulini ham aytamiz, 10 millionga berdik. Hamma narsasi ichida bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Shunday pritseplar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida, katta beton yo'lning ustidamiz. Mana M39 yo'lning ustida. Mashina o'tyapti. Yonimizda Kelderota choyxonasi bor. Zapchast magazin, hamma joy shu yerda. Kelib bitta somsani yeb, pritsepni olib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar.